Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sari kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Aleksandr Sergeyevich Pushkinning Yevgeniy Onegin kitobi. Pushkin Yevgeniy Onegin she'riy romanida yosh zamondoshlarining umumlashma obrazini yaratgan. Shoir tasvirda voqelikning aks ettirishining yangi murakkab usullariga murojaat qiladi. Shoir bayonchi emas, ko'rsatuvchi holatini egallaydi. Rus hayoti manzaralari suratdagidek ko'z o'ngimizda jonlanadi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.